Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, kanalimiz obunachilari. Foton texnikasiga qiziqadiganlar bo'lsa, aynan bugun ko'pincha hozir наличиda bor modellarni obzorini ko'rsatib ketaman. Aynan birinchi pikapidan boshlaylik. Mayli, G7 pikapi benzinda harakatlanadigan 238 ta ot kuchlik modelimiz, kompaktniy, komfort modelimiz, avtomat. Mayta vkladishlargacha qo'yib olsanglar bo'ladi, ichlarini o'zlariniki bemalol. O'sha pikap modelimiz, o'sha mashhur benzinda harakatlanadi. Rasxoti 10 ta, 12 ta shu atrofda. Tak, gurzovoylardan boshlaymiz. Keyin ikkinchi pikap bor, uni keyin obzorini qilaman. Gurzovoylardan boshlaymiz. Ya'ni spetstexnika, maxsus texnika. Bu modelimiz vodovoz. Hozir ko'p kishi qiziqqan. Men bilsanglar, Isuzu bilan bir xil korxona firma ishlab chiqaradi. Promavto Isuzuga ham xuddi shu korxona ishlab chiqaradi. Bu Fotonga ham qo'yishyapti mana. Aynan vodovoz shu kuzovini, sisternasini 5 kubalik. O'sha bu modelimiz Amark S modelimiz, solyarkalik 138 ta ot kuchlik modelimiz, aparaturniy motor. Bu rasxoti 16 ta 18 ta. Ko'p kishi olgan, bardovoyini olishgan, furgonni olishgan, ishlatishyapti, yaxshi, yomon emas. Undan keyingi modelimiz Samasval. Amark Samasval modelimiz. Buni Profimax korxonasi ishlab chiqargan, silindrlari bilsanglar, katta mashinalarga bor, 20 tonnali Samasval. Faqat bir taraf ko'taradi. Baquvvat qilib ishlagan, lekin ancha. Yana kelib ko'rsanglar bo'ladi. Shu обычный 5 tonnalik yuk ko'tarishga bo'ladi, toza 5 tonna. Bu Samasvalimiz. Bundan keyingi modelimiz kran manipulyator modeli. Aynan yana shu bazaga ishlab chiqarilgan 5 tonnalik 3 tonna kran manipulyator ko'tarishi. Mashinani o'zi 5 tonna, 7-8 tonna ham bemalol ko'tarib yuradi. Aynan bu ham solyarkalik o'sha model. Bitta model shu Amark modeliga ko'p har xil spetstexnikalar qo'yiladi. Va bu esa polyomoychniy, suv sepadi, obodonlashtirishga rosa qulay. Ham suv tashiydi, ham suv sepadi, nasoslarigacha bor. Boyagi vodovozda ham nasoslarigacha bor. Suv chiqaradi, suv oladi, yig'adi. Shu. Bu polyomoychniy modelimiz. Bundan keyin uje закрытый металлический обычный furgon modelimiz, ichlari afishka qilingan, faner bilan tortilgan 5 tonnalik modelimiz. Bu salkam 22 kubaga yaqin. Bundan keyingi modelimiz Bartovoy. Bu Xadavoy modelimiz, shassi qilib ham olib aniqlashadi buni. Bu bundan Fotonni buni shassisi bo'lmaydi. Xuddi shu holatini olasizlar. Mana bunisini sotib olasizlar jabomasa. Ishlatmasanglar, keyin o'zlaringga yarasha keyin ana furgon, boshqa tent hammasini qolsanglar bo'ladi. Bundan keyingi modelimiz izotermik model. Qalinligi lekin buniki Isuzu'daqa qalin emas, 5 emas, 3 buniki. Bu temperatura ushlaydi. Zo'r ushlamasa ham yaxshi. Kubasi katta qilgan 23,5 atrofda, 24 yaqin atrofda qilgan kubasini. Karonozdan qo'yib olasiz bemalol. Bu tentovka modelimiz, o'sha mashhur Hanerbox Logic korxonasi ishlab chiqarayotgan tentovka modelimiz. Nima bu tentini menga ham o'zimga ham yoqdi, ancha sifatli ishlagan, tepalari ochiladi, bo'lni so'rkaq tortaversanglar ham bo'ladi. Akalar, Foton saloniga tashrif buyuringlar yoki nomer qoldiraman, aloqaga chiqinglar. Narxlarini Telegram kanalda qoldiraman. Telegram kanalda bor narxlari, hammasi bor. 1,5 tonnadan tortib 5 tonnagacha bor. Mana buni obzor qilmabmiz, bunisi qolib ketibdi. Bu Viv modelimiz mikroavtobus. Bu lekin akalar bunga D-prava kerak. Bunga D-prava kerak. Sababi o'rindiqlar soni 16 ta bo'lishi kerak. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 1 ekan. O'sha mashhur ko'p kishi biladi, o'sha bilan ancha-muncha obzori ham bor hamma joyda. Bunga liniyaga qo'yib qo'ygani turistik avtobusi ham bo'ladi. Ancha maza qilib ishlatadigan modelimiz. Akalar, kutib qolamiz salonda. Kelinglar. Foton olaman deb yurgan tanishlar bo'lsa yoki qanaqa texnika olay deb qiziqib yurgan tanishlar bo'lsa, yuborib qo'yinglar akalar. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lishingizdan chiqmasin. Mashinalarga garantiya 3 yil yoki 100 ming kilometr. Shuni ham aytib qo'ying, garantiyasi qanaqa deydigan akalar uchun
zakaznoy. Kelinglar, bemalol zapchast servis muammo yo'q. O'zbekiston hududi, respublika bo'yicha hamma joyda. Kutib qolamiz.